Ozishda odamlar ko'pincha vazn tashlashni qiyinlashtiradigan yoki yo'qotiladigan vaznni tez qaytaradigan xatolarga yo'l qo'yadi. Bulardan juda kam ovqatlanish, juda sekin kaloriya cheklovchi ochlikni kuchaytiradi va mushak massaning kamayishiga olib kelishi mumkin. Faqat parhezga tayinish, jismoniy faollik bo'lmasa ozish sekinlashishi va sog'liq uchun foyda kamayishi mumkin. Shakarli ichimliklarni e'tiborsiz qoldirish, gazli ichimliklar, shirin choy, qadoqlangan sharbatlar ko'p kaloriya beradi. Yetarli oqsil iste'mol qilmaslik. Oqsil to'qlik hissini uzaytiradi va mushaklarni saqlashga yordam beradi. Suvni kam ichish, ba'zan chanqoqlik ochlik deb qabul qilinadi. Uyquning yetishmasligi, kam uyqu ochlikni boshqaruvchi gormonlarga ta'sir qilib, ko'proq ovqat yeyishga olib kelishi mumkin. Har kuni tarozga chiqish, vazn, suyuqlik miqdori va boshqa omillar sababli kunma-kun o'zgaradi. Haftasiga bir marta bir xil sharoitda o'lchash ko'proq foydalidir. Yog'siz yoki fitness yorlig'iga ishonish. Bunday mahsulotlar ham ko'p shakar yoki kaloriya saqlashi mumkin. Ovqatni juda tez yeyish. Miyaga to'qlik signalini olishga vaqt kerak. Sekin ovqatlanish ortiqcha ovqatlanishni kamaytirishga yordam beradi. Stressni boshqarmaslik. Stress ko'pchilikda hissiy ovqatlanishni kuchaytiradi. Dam olish kunlari nazoratni yo'qotish. Hafta davomida erishilgan kaloriya tanqisligi dam olish kunlarida ortiqcha ovqat bilan bekor bo'lishi mumkin. Faqat kardio mashqlarga tayinish. Kuch mashqlari mushak massasini saqlashga va energiya sarfini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Sabrsizlik. Sog'lom ozish odatda haftasiga taxminan 0,25 1 kilogramm atrofida bo'ladi. Juda tez natija kutish ko'pincha barqaror bo'lmagan usullarga olib keladi. Kaloriyani noto'g'ri baholash. Yong'oq, yog', sous va gazak kabi sezilarli kaloriya manbai bo'lishi mumkin. Mo'jizaviy parhez va qo'shimchalarga ishonish. Ularni ko'pchiligi uzoq muddatli samaradorligini isbotlamagan.